Qonli nikoh. Muallif Barchinoyim. Yakuniy qism. Zarina oshxonaga qadam qo'yganida qo'rquvdan titrab ketdi. Zafar o'rindiqda o'tirgancha qizdan ko'zini olmay yeb qo'ygudek qaradi. Zafar bosimlari qizga nisbatan yanada ortgandi va Zafar yana tajovuzkor edi. Zarina endi Islom ortidan ham berkinolmasligini bilardi. Zarina o'tmishga qaytishni xohlardi. Zafar jerkib bersa ham unga yaqinlashmayotgan vaqtlarini eslardi. O'qishga borib kelishlarini sog'inardi. Zafar diplomingni olib beraman deb qizni o'qishdan mahrum qildi. Oyijon, nega kam yedingiz? Nega? Islom onasi 1-2 qoshiqdan so'ng to'xtab qolganini ko'rib, onasiga gapirdi. Xo'p, yana yeyman. Islom haq, ko'p yegin. O'zingga o'xshagan chalajon bola tug'sang, o'ldim deyaver. Zarina ovqatlanayotgan onda to'xtab qoldi. Ovqat tomog'idan o'tmasdi. Ko'zlari yoshlanib boshini silkidi. Zafar Zarinaga qarab miyig'ida kulib, bir stakan suv quyib Zarinaga uzatdi. Imillamay ol. Kechga Islom bilan bobosini ko'rib kelamiz. Sen uyda qolasan. Zafar va Islom kechga yaqin uydan ketishdi. Men esa bir o'zim qoldim. Hech narsa qilgim kelmasdi. Men shunchaki yashayotgandim. Barcha hislarim o'lgan. Men ruhim esa singandi. Agar ota-onam menga buni ravo ko'rmaganida, bu yuzda hamma kabi tabassum bo'lardi. Agar menda bir dona imkon bo'lsa, tanlash imkoni bo'lsa, men albatta Zafarni tanlamasdim. Nahotki dadam yagona zurriyotiga ichi achimasa, ular meni ahvolimni ko'rsa ham indamadi. Ichim yonib ketyapti. Tanam titrardi. Qornimda bola bor. Undan nafratlanmasdim. Ammo bu bola Zafarniki. Baridan charchadim. Nima qilay? Yagona chora nahotki jonimga qasd qilish bo'lsa. Bundan boshqa yo'l yo'qdek. Borgan sari nafas ololmay bu qafasda ezilib ketyapman. Zafarni tanqidlari, tahqirlashi, menga qondiruvchi vositadek qarashidan nafratlanyapman. U bilan bir umr yashashni tasavvur qilolmayman. Nega men baxtsizman? Qaysi gunohim uchun? Bor ovozim bilan baqirgim keldi. Qanchadir vaqt shu alfozda o'tirdim. Suv ham, ovqat ham yegim kelmasdi. Qandaydir hodisa bo'lsa-yu, Allohim qani edi meni olib ketsa. Iltimos, meni bu insonlar bilan yashay olmayman. Siqilib ketyapman. Ortiq bardosh bera olmayman. Zarina charchoq va holsizlik sabab uxlab qoldi. Oradan qanchadir vaqt o'tgach, uydagi shovqinlar sabab ko'zlarini ochdi. Zarina o'rnidan turib, oqsoq holda xonadan chiqdi. Ovozlar bir xonadan kelardi. Zafarni ovozini eshitib xonaga kirgan qiz eri va o'gay o'g'lini ko'rib, ular qaytganidan hadiksiradi. Zarina xalal bermaslik uchun ortga qaytmoqchi bo'ldi, ammo Zafar uni to'xtatib ismini chaqirdi. O'g'lim, oying farosatsiz ekani shu yerda ma'lum. Biz uyga mehmondan qaytdik, lekin bu salomlashmay bezrayib chiqib ketyapti. Farosatsiz? Men nima qildim? Bolaga har nima demang. O'zingiz oqmisiz? Hozir nima deding? Zafar o'rnidan shiddat bilan turib, qiz tomon shaxdam qadamlar bilan yurdi. Qizning bilagidan mahkam ushlab, uni boshqa xonaga sudrab olib kirdi. Xonaga kirishi bilan eshikni qulflab, kamarini yecha boshladi. Hechqisi yo'q, seni yuvosh mushukchaga aylantiraman hozir. Tashqaridan onasining yig'lagan ovozini eshitgan bolakay yig'lab eshik oldiga keldi. U mitti qo'llari bilan eshikni ura boshladi. Otasiga yolvorar, onasini qo'yib yuborishini so'rab dod solardi. Eshityapsanmi? Zafar yana bir zarba berib, kamarini qo'liga yanada qattiqroq bog'ladi. Sen e'tiborsizlik qilgan bola seni yoningni olyapti. Men senga farzandim uchun uylangandim, ammo haligacha sendan munosib onalik ko'rmadim. La'nati. Qo'ppaygan qorning bilan yotishdan boshqa ishing yo'q. Zafar qo'llarida titrab turgan qizni sochlaridan changallab o'ziga yaqinlashtirdi. Seni oxirgi bor ogohlantiraman. Asabimni buzmay yur. Bolaga qo'shib seni ham gumdon qilaman.
Uqdingmi? Zafar qizni yotoqdan yerga uloqtirdi. Yonimda yotaman dema. Yaxshisi ko'zimga ko'rinmay yur, mayib qilib qo'yaman. Zafar baqirig'idan Zarina jon holatda xonadan chiqib ketdi. Zarina xonadan chiqqanida yerda uxlab qolgan Islomni ko'rdi. Yuzlari ko'z yoshi bilan yuvilgan Islomga achinib qaradi. Kaltak yegani uchun Zarinaning qorni og'rirdi. Bolaga keyin qarayman deb zina yoniga borgan qiz zaif qadamlar sabab oldiga ketib qoldi. Zinadan yiqilib ketdi. Birdan gurs etgan ovozdan uyg'onib ketgan Islom o'rnidan turib zina yonidan kelgan ovoz sababli zina boshiga keldi va onasini yerda yotganini ko'rib baqirib yubordi. Zarina yoniga yugurib tushgan Islom onasidan qon ketayotganini ko'rib yig'lab otasi xonasiga yugurib chiqib ketdi. Zafar Islom yig'lashidan o'rnidan sapchib turib ketdi. Shoshib o'rnidan turib Islom yoniga keldi. Islom otasi qo'lidan ushlab zina yoniga olib keldi. Islom gapira olmasdi ham. Zafar zina ostonasida yotgan Zarinani ko'rib qo'rqib ketdi. Darhol qiz yoniga bordi. Zarina qonga belanib yotardi. Zarina tur, meni qo'rqitma, tursangchi. Nega bu ahvoldasan? Jonim tur, meni qo'rqitma. Zarina ko'zingni och. Meni xavotirga qo'yishni boshlading. Zarina eshityapsanmi? Zarina, jonim. Zafar qaltirab ketdi. Qo'rqib qizni qo'llari orasiga olib ko'tardi. Islom yerda o'tirgancha yig'lardi. Robiya xola, Islomga qarang. Zafar darhol eshik yoniga borib, Robiya xolani ogohlantirib uydan chiqib ketdi. Shoshib qizni mashina ortiga qo'yib, o'zi darvozani ochib, tezlik bilan mashinani haydab uydan chiqib ketdi. Zafar kasalxonaga shoshib kelib, qo'liga Zarinani ko'tarib oldi. Xotini qon yo'qotayotganidan battar tashvishga va qo'rquvga tushgan Zafar butun kasalxonani oyoqqa qo'yib baqirdi. Ichkaridan shoshib chiqqan hamshiralar va bosh shifokor Zarinani ahvolini ko'rib, shoshib Zafardan qizni olib, tez operatsiya xonasiga olib kirib ketishdi. Zafar qancha urinmasin Zarina bilan kirolmadi va natijada koridorda qolishga majbur bo'ldi. Koridorda o'tirgan Zafar ancha yillardan so'ng yig'lab Xudoga yalindi. Oxirgi bor Xudoga qachon murojaat etganini eslolmasdi ham. Yuragi qinidan chiqqudek urardi. Agar Zarinaga biror narsa bo'lsa-chi, deb yuragi hovuchlab kutardi. Iltimos, xotinimni mendan olib qo'yma, deb yana yalindi Zafar. Zafar ilojsiz hech narsa qila olmasdi. Oradan biroz vaqt o'tdi. Natija yo'q edi. Yana ancha vaqt o'tdi. Zafar o'rindiqda o'tira olmay yerda o'tirgancha devorga suyanib olgandi. Tanasi titrardi. Bir nuqtaga qaragancha ko'z yoshlari yuzini yuvardi. Bemor yaqinisizmi? So'radi shifokor o'likdek o'tirgan Zafarga. Ha, menman. Zarina ahvoli qanday? Xotiningiz holati barqarorlashdi, ammo homilani saqlab qololmadik. Menimcha. Nima? Menimcha? Menimcha ayolingizga buni o'zingiz ayting. Homila nobud bo'lgandan so'ng ko'p qon ketgan va biz bolani chiqarib olish vaqti bachadonni olib tashlashga majbur bo'ldik. Bu degani endi hech qachon ayolingiz farzand ko'ra olmaydi. Zafar eshitgan gaplaridan karaxt bo'lib qoldi. Yaqinda do'kondan olgan oyoq kiyimlar va turli xil sovg'alar hattoki Zarinaga ko'rsatmagan edi. Ikkinchi farzandini intiqlik bilan kutardi-yu, lekin birgina xato sabab pushti kamaridan ajraldi. Unga xonadan chiqib ket demasligim kerak edi, pichirladi Zafar. Tanasi og'rib, nima qilishni bilmasdi. Ancha vaqt shu alfozda turdi. Bolasi nobud bo'lganiga ishongisi kelmasdi. Arang turib kasalxonadan chiqib ketdi. Zafar oyog'i qaltirardi. Qadamlari ravon emasdi. U hattoki mashinasiga ham o'tirmadi. Shunchaki yo'ldan ketardi. Hozir bor ovozi bilan baqirib yig'lagisi keldi, lekin uddalay olmadi. Nimadandir qo'rqqandek jim ketardi. Birdan yo'lidan chiqqan oila Zafar yelkasini qisdi. Zafar
O'zingmisan? So'radi erkak Zafar ko'ziga qarab. Aziz, ovozi titrab gapirdi Zafar. Zafarni ko'zi homilador ayolga va kichik qizga tushdi. Aziz E'zozaga qo'lini uzatib bag'riga bosdi. Biz yaqinda keldik. Piyoda shahar aylanamiz deb kelishgandik, lekin to'g'risi sinfdosh seni piyoda yurganingni endi ko'rishim. Nima bo'ldi, ichganmisan? Yo'q, mayli, sizlarga omad. Zafar o'tib ketgach qadamini tezlatdi. Nafas ololmay katta binolar orasidan tushunarsiz ovozlar bilan ketardi. Borgan sari quloqlari orasida chaqaloqning yig'isi eshitilardi. Zafar yana bir qadam tashlayman deganida ortidan kelgan erkakning baquvvat qo'llari uni orqaga otib yubordi. Zafar tanasi yerga kuch bilan tekkanida ko'zlarini ochib qarshisidagi Azizga tushunarsiz qaradi. "Hoy, ahmoq, nimalar qilyapsan? Sal qolsa mashina tagida qolib ketarding." Aziz katta tezlikda o'tib ketayotgan fura ortidan qarab so'kindi. "Aziz, men qotilman." "Nima? Qanday qotil?" "Homilador ayolimni asray olmadim. Meni jajji farzandim dunyo ko'rmay o'ldi." Aziz yuzi birdan yumshab Zafar yoniga keldi. "Zafar, hoziroq o'rningdan tur. Bunday vaziyatda xotining yonida bo'lishing kerak. Sen kuchlisan, islomni unutib qo'yma." Zafar islom so'zini eshitib o'ziga kelgandek Azizga qaradi. Aziz hamdardlik qilishni bilmasa-da, Zafar uchun harakat qildi. Zafarni qaysi kasalxonada xotini yotganini so'rab, uni kasalxonagacha olib borishini aytdi. Zarina ko'zlarini ochganida xonada hech kim yo'q edi. Qo'llari esa o'z-o'zidan qorniga qo'yildi. Bir on Zarina ruhsiz qolgandek bo'ldi. Tanasi titrab ketardi. Hali kichkina, ammo chiqqan qorni bo'sh edi. Zarina birdan yig'lab baqirib yubordi. Xonaga darhol kirgan hamshiralar Zarinani tinchlantirishga urinar ekan, tashqaridan kirgan Zafar hammasini chetlab o'tib Zarinani quchoqladi. "Iltimos, tinchlan. Jonim, hammasi yaxshi bo'ladi, tinchlan. Bolam, uni topib beringlar. U qani? Meni bolam qani? Zarina, iltimos, tinchlan." Zarina qancha urinmasin tinchlanolmasdi. Zafar Zarinani quchoqlab ovutishga urinardi, ammo uddalay olmagach Zarinani uxlatib qo'yishdi. So'ng 2 kun Zarina faqat uxlatib qo'yishdi. Keyingi kun Zafar xo'rsinib bosh shifokor bilan gaplashar ekan, barini Zarina tashqariga chiqmoqchi bo'lgan vaqtda eshitib qoldi. Endi farzand ko'rolmasligini eshitib Zarina tamoman sindi. Bugun ota-onasi ham uni ko'rgani kelardi, lekin Zarinaga endi farqi yo'q bo'lib qolgandi. Lablari titrar, sekin sezdirmay eshikni qulfladi. Zafar qaynotasi va otasi kelganini eshitib, ularni kutib olish uchun pastga tushaman deganida negadir yuragi notinch bo'ldi. Tushishi kerak, ammo tushmay ortiga darhol qaytib Zarina yotgan xona eshigi yoniga keldi. Qancha taqillatmasin, ochishga urinmasin, ochilmadi. "Zarina, nega eshik qulf? Och eshikni. Iltimos, Zarinam, bunday qilma. Och shu eshikni." Zarina xonada unsiz yig'lab, osmondan ko'zini uzmasdi. Oyna tokchasida o'tirardi. 5-qavat oynasidan osmonga qaradi. Qo'llari qorniga tegib asta siladi. "Bolam, men hozir yoningga boraman." Zarina so'zlarini tugatganida pastda "qizim" degan baqiriqni eshitdi. Zarina o'zini tashlayman deb turganini ko'rgan A'zam tog'a yuragini ushlab yerga o'tirib qoldi. Qizi oynada o'tirardi. Qancha baqirishmasin, Zarina qaramasdi. A'zam tog'a yalinib, qizi turgan oyna yoniga kelganicha iltimos qilardi, lekin so'nggi onda Zarina o'zini tashlab yubordi. Lekin darhol kiyimidan ushlagan qattiq baquvvat qo'llar kiyimini qattiq ushlab, asta tepaga ko'tarib, xonaga otib yubordi. Zafar darhol Zarinani yoniga o'tirib, qattiq quchoqladi.
Meni kechir, iltimos, men xato qildim Zarina. Meni tashlab ketma, iltimos. O'zingga ziyon yetkazma. Meni ko'zim ko'r bo'lgan ekan. Va'da beraman, o'zgaraman. Zarina ko'z yoshlarini Zafar artib, nigohlarini tutashtirdi. Qasam ichaman Zarina, men senga davo bo'laman. Sen va men. Islom seni o'gay ona sifatida tanimaydi. U o'z onasidek qaraydi. Va'da beraman, aslo ahmoqlik qilma. Bizni tashlab ketma. Men o'zgaraman. Zafar qizni qattiq quchoqlab yig'lab yubordi. Men juda xudbin edim. Seni bo'ysundirib, o'zimga to'g'rilab olaman deb seni sindirib qo'ydim. Meni kechir. Zafar qizni holsiz tanasini ko'tarib ko'zlariga qaradi. Zarina sekin boshini eri ko'ksiga qo'ydi. Zafar esa Zarinani boshqa hech qanday gapsiz ko'tarib indamay kasalxonadan olib ketdi.